Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh. Chorva ishqibozlari, mana qo'ylarimiz sotuvga chiqdi. Elita hisori qo'ylari. 4 oylik bo'g'oz. Galada qochib qolganlari qo'zilagan. Mana qo'ylarimiz sifatlari. Ana so'luqlarimiz. Ana qo'zilarimiz yuribdi. Ishqibozlari bo'lsa, toza qo'y qilaman deganlari, xudo xolasa 200 kg, 150 kg, 200 kg, 200 kgdan oshiq qo'chqonlar beradi bo'llari. Mana ikkitasi o'zi qo'zilashni boshladi. Mana ikkitasi tug'di. Mana bu bolasi. O'n 15-20 kunlik bolasi. Haqiqiy toza qo'y boqaman deganlarga, zot qilaman deganlarga toza qo'ylarimiz. Nomerni pastga qo'yib qo'yamiz. Narxlarni kelishib, xayri bilan, yo'li bilan qilib beramiz. Telefon qilaverasizlar. Birodarlar, akalar, ukalar, opalar, singillar. Ishqiboz. Mana bu qo'zi qo'chqarimiz ikkichita endi yoryapti. Ham sora. Hozir pastga tushib qoldi. Ikki qo'zimiz. Bitta qo'chqor qolgan hammasi so'liq. Mana hisor 50 ta qirg'iz qo'ylari hisori. Yaqinlashtirib oladigan bo'lsak, mana qo'chqar, pashti qo'chqar bilan teng qo'ylar. Kichkina qo'ylar emas. Qo'chqar ham pashti teng mana 80-90 bo'ylari. Bu buzog'ini sotilmaydi lekin. Toza so'liq olaman deganlarga, chorva ishqibozlarga xayri bilan chiroyli qilib beramiz. Telefon qilaverasizlar.